Jahon chempionatida qiziq voqea yuz berdi. Husanovning jamoadoshi Jeremi Doku mundialni tashlab, ayolining ko'zi yorish vaqtida uni oldida bo'lmoqchi. Fransiyalik ayol jurnalist esa jonli efirda futbolchini mana shunday tanqid qildi. Jahon chempionatini farzand ko'rish sababidan tark etish mumkinmi? Bu meni juda g'azablantiradi. Balki ayol bo'lganim uchun, balki boshqacharoq fikrlaganim uchundir, lekin buni tushunmayman. Jahon chempionatida qatnashish har bir futbolchi uchun noyob imkoniyat va ushalgan orzu. Ko'pchilik sening o'rningda bo'lish uchun hamma narsaga tayyor bo'lardi, hatto o'ldirishga ham. Balki bunday imkoniyat hayotingda boshqa bo'lmas. Shunday paytda hammasini tashlab farzanding tug'ilishida qatnashish qanchalik to'g'ri? Ochig'i o'sha lahzada otaning nima keragi bor? Uning roli deyarli kuzatuvchidan iborat-ku. O'sha efirda jurnalistning oldida bo'lgan sobiq bokschi Brahim Aslum esa mana shunday javob qaytardi. Qanday qilib biz kerak emas bo'lamiz? Unda kim qo'llab-quvvatlaydi? Jahon chempionatida yutish yoki omadsizlikka uchrash mumkin. Musobaqa tugaydi va u o'tib ketgan bo'ladi. Lekin farzanding umrbod hayotingning bir qismiga aylanadi. U yoningda bo'ladi. Endi esa sizga savol: futbolchining qilayotgan ish to'g'rimi yoki noto'g'ri?